O'g'lim tur, Sinini uyiga borib kel. Xavotir olyapman, ko'nglim juda ham g'ash. Turoqa bolam xabar olib kelgin. To'g'ri. Ancha bo'ldi Sinimdan xabar olmaganman. Bugun borib xabar olib kelaman. Masalan, masalani aylantirib qara. Bular. Ey Allohim. Qiynalib ketdim. Bolalarimga bir yaxshiroq ovqat ham yedira olmayapman. Bolalarimning rizqini o'zing bergin. Men tosh topdim. Ya qanisizlar? Voy. Voy, alaykum assalom. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Oyinglar qani? Oyijon, tog'am keldilar. Aka, Yaxshimisan Sinim? Ishlar bilan bo'lib, sizlardan ham xabar olmay qo'yibman. boringizga shukr. Rahmat. Ey ona, bu olamdan o'tganingizga ancha bo'lgan bo'lsa ham, hali ham farzandlaringizni o'ylaysiz-a? Ona, bu qanday xilqatki hatto u dunyoda turib ham farzandining g'amini yesan.